Bo'ldi, boshladik bo'lmasa. Eshitamiz, ketdi. Shizofreniya kasalligi. Shizofreniya kasalligi haqida menimcha eshitmagansizlar, ko'pchilik eshitmaganmiz dedi. Shizofreniya qanaqa kasallik? Shizofreniya va bu mana bu antipsixotik degani psixologik kasalliklar qatoriga kiradi. Nima degani psixologik kasalliklar desa, insonning psixikasi, ruhiyati buzilib qoladi. Misol uchun, nimadirda eshitadi, depressiyaga tushib qoladi, xursand bo'lib ketib qoladi. Shunaqa holatlar psixika hisoblanadi. Shuni buzilishi bilan kechirgan kasalliklardan bittasi shizofreniya hisoblanadi. Shizofreniya kasalligini tushuntirish uchun sizlarga o'zimda shaxsiy misol, hayotimdan o'tgan tajribamdan aytadigan bo'lsam, o'zimda amakim bo'lgan, amakimning o'g'illari bo'lgan. Amakimning o'g'illari o'sha 23-24 yoshga yetgan vaqtda unda g'ayrioddiy klinikalar kuzatila boshlagan. Nima bo'lgan? O'ziga o'zi gapirishni boshlagan, kimdir bilan oldidagi odam bilan gaplashib o'tiravergan. Keyin bizga kelgan vaqtda endi men u bilan yaxshi chiqishardim-da. Javohir, haligi men qanaqadir to'g'rilarda eshityapman, sen ham eshityapsanmi deb mendan so'ragan. Yo'q, eshitmayapman aka deganman. Keyin bu holatni ota-onasi bilgan, hamma qarindoshlarimiz bilgandan keyin shifokorga olib borishga qo'rqishgan. Chunki deyarli yo'naltirib qo'yilgan edi, bitta yaxshi ko'rgan qizi bor edi. Agar u gap tarqab ketib qolsa, chunki shifoxonaga olib borsak, psixbanesiyaga yo'naltirib qo'yadi va katta ehtimol yaxshi turmush o'rtoq topishda qiynalib qoladi. Shuning uchun eng to'g'ri yechim nima? Dam soldirish, shunaqa jinbosib shekilda o'ylashgan tabiiyki, chunki bu kasallikni bilishmagan. Nima qilishgan keyin bizni mahallamizda shu dam soladigan odam bor edi, hozir ham shunaqa qilib yuradi u kishi. Ana shuni oldiga olib borishgan, dam solgan, yaxshi bo'lmagan. Keyin yaxshi bo'lmayapti-yu desak, menga har kun qatnab lecheniya olish kerak deganlarni gapni aytgan. Har kun qanaqadir vaqtda dam solish kerakmish. Keyin haliga qilganmiz. Bu yerda bizga qolaveradi. Har kun qanchadir vaqtda chiqib dam soldirib, yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi deganmiz, lekin yaxshi bo'lmagan. Ana shu bizga yotgan vaqtda uni klinikasini zo'r kuzatganman. Haliga haqiqatan nimadirlarni eshitadi, bizga qo'shilgisi kelmaydi-da, o'zi o'tiraversa. Biz oilamiz bilan umuman qo'shilib keta olmagan, haliga qiynalib ketgan, faqat o'zi bo'lishni xohlagan va o'zi jim chetdan o'zi turgan vaziyatni kuzatsak, kimdir bilan gaplashib o'tiraverardi. Shunaqa holat bo'lgan. Oxiri o'qishim boshlangan, men o'qishga ketganman. Keyin taxminan 2 oy o'tgandan keyin ana shu qarindoshimiz o'zini osib o'tirib qo'yganligini eshitganman. Shunaqa, shu tomi ketib qolganligi tufayli o'zini osib qo'yibdi shekilli deb yursam, qanchadir vaqt o'tdi, tibbiyotni o'rgandim, shu Yusumila bilan tanishib, Yusumila orqali tibbiyotni o'rganishni boshlaganimda shizofreniya degan kasallikni ko'rib qoldim. Va uni patogenezini, klinikasi qanaqa bo'lganini bilganimdan keyin tepgan menga riski. Voy, ana shu qarindoshim shizofreniya bilan kasallanib qolgan ekanda. Afsus deb ana shundan beri men vijdon azobida qiynalib kelaman. Nimaga? Agar ana shu vaqtdan oldin men mana bu shizofreniya kasalligini bilganimda, kerakli shifokorga yo'naltirganimda va kerakli dorini berganda, qarindoshim hozir oramizda shu tirik insonlar qatorida bo'lardi, katta ehtimol. Chunki haliga to'liq davosi bo'lmasa ham dorilarni olib tursa yaxshi bo'lib yuradigan kasallik hisoblanadi. Shunaqa. Qiziqtira oldimmi shizofreniya kasalligiga? Bu kasallikda nima bo'ladi? Shizofreniyaga chalingan insonlarda ikki xil klinik belgilar kuzatiladi. Bu pozitiv klinik belgilar va negativ klinik belgilar. Nima degani? Kimdadir pozitivlar bo'ladi, kimdadir negativlar bo'ladi. Juda ham kam odamlarda ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Pozitiv simptomlarga ega bo'lgan shizofreniyali insonlarda nima bo'ladi? Ularda normada sizlarda yo'q, menda yo'q, sog'lom odamda yo'q bo'lgan psixologik belgilar unda paydo bo'lishni boshlaydi. Misol uchun, normada hozir faqat meni gapimni eshityapsizlar xolos, tashqaridan kirayotgan bir ikkita shovqinni eshityapsizlar xolos. Ular normada sizlar men eshitmaydigan qanaqadir tovushni eshitishni boshlaydi. Javohir degan tovushni eshitadi yoki bo'lmasam o'zingni o'ldir, derazadan o'zingni tasha, o'zingni os degan tovushlarni doimiy eshitaveradi. Yoki ular nimadir ko'radi. Mana shunaqa burchakda qayerdadir qanaqadir hayvonni, qarindoshini, nimadir qanaqadir odamni ko'radi ular. Tushundingmi? Demak, menda yo'q, ularda bo'lishi mumkin bo'lgan simptomlar pozitiv simptomlar ekan. Yoki yanglish fikrlar bo'ladi ularda. Qanaqa yanglish fikrlar desalaring, qanaqadir fe'l atvori bo'lib qoladi ularda. Misol uchun unga ovqat bersangiz, ovqatni yegisi kelmaydi, o'zi pishirgan ovqatni yeydi. Nimaga? Chunki u o'ylaydi, fikr paydo bo'lib qoladi unda, meni hamma zaharlamoqchi, meni o'ldirmoqchi. Qanaqadir ovqat berib meni zaharlab o'ldirmoqchi degan fikr paydo bo'lib qoladi ularda. Yoki bo'lmasam doim orqasidan kimdir ta'qib qilayotgandek his paydo bo'ladi. Qarasa hech kimni ko'rmaydi, nimadir eshitmaydi, doimiy orqasidan kimdir ta'qib qilayotgandek hissi paydo bo'lib qoladi, xolos bo'ladi. Tushundikmi? Ana shular pozitiv simptomlarga kiradi. Endi negativ simptomlarga nimalar kiradi desalaring, normada hammamizda bor, lekin ularda yo'q bo'lgan simptomlar. Misol uchun menda qanaqa simptomlar bor?
Menda hissiyot bor. Kimdir meni so'ksa, yaqin qarindoshim o'lib qolsa, nimadir bo'lsa, men xafa bo'laman. Qanaqadir muvaffaqiyatga erishsam, nimadir yutuqqa erishsam, men xursand bo'laman. Ular nima bo'ladi? Ota-onasi o'lib qolsa ham umuman xafa bo'lmaydi. Jim ana shu bilgan ishini qilib, odam bo'lgan holatda o'tiraveradi. Va meni qanchadir miqdorda odamlarga qo'shilish qobiliyatim bor. Ommani oldiga chiqib gapira olaman. Sizlar hammalaring davrada bir-birlaring bilan bemalol gaplashaverasizlar. Unaqa insonlar qana bo'lib qoladi, odam ovi bo'lib qoladi. Hech kimga qo'shilgisi kelmaydi. Burchakka borib o'zi o'tiraversa. Mana bu tovushlarni eshitmaydi u odamlar. Faqatgina odam ovi bo'lib, o'zi chekkada o'tiraveradigan bo'lib qoladi. Tushundingmi? Buni uyatchang odamlardan qanaqa farqlaymiz degan savol tug'ilgandir. Kimdir shunchaki odamlarga qo'shilgisi kelmaydi, uyatchang. Unaqa odamlar, uyatchang odamlar baribir qanaqadir qaysidir bitta odam bilan chiqishuvchan bo'ladi. U otasidir, qaysidir yaqin o'rtog'idir, baribir chiqishuvchan bo'ladi. Yoki unaqa ham bo'lmasa, u odamdan so'rasak, asli uyatchang odamlar o'zi xohlaydi insonlar bilan chiqishib, gaplashishni. Shunchaki meni fikrimni tengsashmaydi, inobatga olishmaydi degan o'y bo'ladimi bilmayman. Shunchaki o'zi xohlasa ham odamlar bilan muloqot qila olmaydi, tabiiy uyatchang odamlar. Lekin mana bu shizofreniyaga chalingan odamlar o'zi xohlamaydigan odamlar bilan chiqishdi. Kim tushunmadi mana shu yergacha? Shizofreniya klinikasida qanaqa simptomlar bor ekan? Pozitiv, negativ. Pozitivlarda nima bo'lar ekan? Ovoz eshitish, tovush eshitish, ko'rishlarda gallyutsinatsiyalar deyiladi. Eshitganingizlar kerak. Gallyutsinatsiyalar kuzatilar ekan yoki qanaqadir fikrlar paydo bo'lib qolar ekan. Negativ simptomlarda odam ovi, hissiyot yo'q, shunaqa hislar paydo bo'lib qolar ekan. Va bularning ikkalasida ham kognitiv buzilishlar kelib chiqadi, kognitiv simptomlar. Kognitiv simptomlar nima degani desa, bizni mana bu xotiramizga javob beradigan, o'rganishimizga javob beradigan xususiyatlar yo'qolib qoladi. Ular kitob o'qisa yangi narsa o'rgana olmaydi, diqqatini jamlay olmaydi. Bitta narsaga diqqat qaratadi, majburlab agar kitob o'qi desangiz, bir narsa chalg'ib ketib, yana boshqa narsaga diqqati chalg'ib ketaveradi. Tushundingizmi? Xo'p. Demak, shizofreniyada shunaqa bo'lar ekan. Kimdir shizofreniyaga chalinsa, mana shu simptomlar orqali o'tkazib olmaymizmi endi? Bemalol ha shizofreniya bo'libdi deya olamiz, a? Endi qaranglar, shizofreniyaning kelib chiqish mexanizmi qanaqa? Shizofreniyani agar sizlar mexanizmni bilsalaring, bemalol davolay olasizlar. Muammosi yo'q. Berayotgan dorilaring qaysi mexanizmga ta'sir ko'rsatayotganini bilsalaring, dori qo'llash umuman ish bo'lmay qoladi. Shunaqa. Bu kasallikning mexanizmini tushunishdan oldin normal fiziologik jarayonni tushunib olish kerak. Nima normal fiziologik jarayon desalaring? Hop. Neyrotransmitter, mediator deganda nimani tushunamiz? Axborot olib yurishdi. Nervdan nervga axborotni o'tkazib beradi. Misol uchun mana men qo'limda qisqartiryapman. Qaysi mediator ishlayapti? Asetilxolin. Qon tomirlarim to'rayapti. Qaysi? Adrenalin. To'g'ri, yaxshi. Demak, ancha yaxshi bo'lib ekansizlar. Ko'pchilik shuni ham bilmayapti. Demak, adrenalin, asetilxolin degan neyrotransmitterlar bor ekan. Ular periferik nerv sistemamdagi qaysidir impulsni mushagimga, qon tomirimga, bez hujayralarimga nimadirga o'tkazib berayotganda, qanaqadir organimda ish bajarishini ta'minlab berar ekan. Bu neyrotransmitterlar qayerdan ishlab chiqariladi desa, periferik nerv sistemamizda ana shu neyronlarning somasini o'zida ishlab chiqariladi va akson terminaliga yo'naltiriladi. Dinein, kinezin degan oqsillar orqali. Uni bilasizlar. Endi markaziy nerv sistemamizda ham xuddi shunaqa neyrotransmitterlar, mediatorlar bor. Mana shu fikrlayapmiz, qanaqadir jarayonlar miyamizda bo'lyapti, impulslar qabul qilinyapti, impulslar jo'natilyapti. Hammasi uchun neyrotransmitterlar kerak. Mana shu neyrotransmitterlar endi har bitta hujayraning somasida ishlab chiqarilmaydi-da, ayrim bitta lokatsiyalarda ishlab chiqariladi. Misol uchun, adrenalin qaydadir, asetilxolin qaydadir, dopamin qaydadir, serotonin qaydadir ishlab chiqariladi. Tushundingmi? Diffuz holatda hamma hujayralarda ishlab chiqarilmaydi. Markaziy nerv sistemamizda, bosh miyamizdagi neyrotransmitterlar. Endi biz bu shizofreniya kasalligini patogenezini tushunishimizda mana bu dopaminni yo'lini bilib olsak bo'ldi. Bizda o'rta miya degan soha bor, bilsalaring. Uzunchoq miya, miya ko'prigi va uning ustida o'rta miya bor. O'rta miyada ventral tegmentar area va substansiya nigra degan soha bor. Mana shu yerdan dopamin ishlab chiqariladi. Va mana shu ishlab chiqarilgan dopamin 4 ta yo'lga sarflanadi. 4 ta yo'lda hammasini bilishimiz kerak. Kasallikning mexanizmini tushunmoqchi bo'lsak, berayotgan dorilarimizni nojo'ya ta'sirini tushunmoqchi bo'lsak. Nima bo'ladi bu 4 ta yo'lda normada? 4 ta yo'ldan birinchisi mezokortikal yo'l hisoblanadi. Mezokortikal mana bu qizil rang bilan ifodalab qo'yilgan yo'l. Mezokortikal yo'lga borgan dopamin peshonaga boryapti, e'tibor berayotgan bo'lsalaring. Peshonaga boradida biza diqqatimiz, e'tiborimiz, xotiramiz uchun javob beradi. Tushundilarmi?
diqqat, xotira, biror bir ishni qilish, ana shular uchun javob beradi. Tushundingmi? Men biror bir misol uchun men o'qib turib, jim o'tirib biror bir kitobni o'qimoqchiman. Diqqat bilan o'qishim uchun mezokortikal sohaga yetarli miqdorda dopamin borib turishi kerak. Agar mezokortikal sohaga yetarli miqdorda dopamin bormaydigan bo'lsa, menda o'sha diqqat chalg'ish holatlari ko'p kuzatiladi. Tushundingmi? Endi, xo'p. Bundan tashqari mezokortikal yo'lga borgan dopamin meni hissiyotimga ham javob beradi. Yaqin qarindoshim bo'lmay qolsa, tavba qildim, meni xafa bo'lishim, qanaqadir yutuqqa erishganimda meni xursand bo'lishim ham mana shu mezokortikal yo'l orqali amalga oshadi. Tushundingmi? Xo'p, odamlar bilan chiqishish qobiliyatim, misol uchun meni hamma yaxshi, zo'r, o'zimga yoqadigan qobiliyatlarim mana shu mezokortikal yo'l orqali ta'minlanadi. Ikkinchi yo'l mezolimbik yo'l hisoblanadi. Mana mezolimbik ko'k rang bilan ifodalab qo'yilgan yo'l. Mezolimbik yo'lda nima bo'ladi? Mezolimbik yo'lga borgan dopamin bizni biror bir harakat qilganimizdan keyin natijaga erishganimizda qoniqish hissini yuzaga keltiradi. Misol uchun men harakat qilib, o'rganib, o'z ustimda ishlab, IELTSga tayyorlanib va oxiri IELTS oldim deylik-a. Telefonda yig'ishtirib qo'yamizmi? Shunaqa qilaylik, keyinga chalg'ilmaylik. Chunki muhimda bu narsa. Hamma shunday yig'ib bitta qilib berasiz menga. Hop. Mezolimbik yo'lga borgan dopamin men harakat qilgan vaqtimda qoniqish hissini yuzaga keltirarkan. Tushundiraymi? Misol uchun har qanaqa harakat qilib turib qoniqish hissi mana shu yerda hosil bo'ladi. Любой harakat, farqi yo'q. Ruchkani u yerdan bu yerga olib qo'ysalaring ham, joylaring toza bo'lib qolsa, sizlar ha, toza bo'ldi deb bir yoqimli his paydo bo'ladi. Ana shunday mezolimbik yo'lga ozgina miqdorda dopamin boradi va bu yerdan tabiiy opioidlar ishlab chiqarilib, bizda qanaqadir miqdorda qoniqish hissi bo'ladi. Endi kasalligimizga xos bo'lgan xususiyat mezolimbik yo'lga borgan dopamin bizni turli xil neyronlarimizdan hosil bo'lgan impulslarni ingibitorlar berib turadi. Nima degani desa, hozir buni tushuntirib beraman. Misol uchun bu yer aktivlashib ketib qolishi mumkin, bu yer aktivlashib ketib qolishi mumkin. Ana shu yerlarda mezolimbik yo'lga borgan dopamin ingibitorlar berib turadi. Hozir tushuntirib beraman uni. Endi yana ikkita yo'l bor. Tubular infundibular yo'l bor va nigrostrial yo'l bor. Tubular infundibular yo'lga borgan dopamin gipofiz beziga ta'sir ko'rsatadi-da, prolaktin ishlab chiqarishni kamaytirib beradi. Nima edi prolaktin? Sut bezlarini ishlab chiqarishni ta'minlaydigan gormonda. Demak, bu yerga borgan dopamin prolaktinni kamaytirar ekanda, sut ishlab chiqarishni kamaytirib berib turar ekan. Endi oxirgi yo'l nigrostrial yo'l hisoblanadi. Mana bu yerda nigrostrial yo'lga borgan dopamin bazal yadrolarga boradi. Bu yerga borgan dopamin nima vazifani bajaradi desa, biz biror bir harakat qilamiz, mana men turibmanda, qo'limni ko'tarish hissi paydo bo'ldi deylik mana. Qo'limni ko'tarmoqchiman. Mana shu qo'limni ko'tarishimda boshlashim uchun, oson boshlashim uchun nigrostrial yo'lga ozgina miqdorda dopamin borish kerak. Tushundilarmi? Yoki qo'limni mana shunaqa qilmoqchiman. Mana shu harakatimda oson boshlanib ketishi uchun nigrostrial yo'lga dopamin borish kerak ekan. Va men mana shu harakatni qilgan vaqtimda bisepsim qisqaryapti, trisepsim ingibitorlanyapti. Mana shu qisqarishi kerak bo'lgan mushakni stimullanishi ham mana shu nigrostrial yo'lga borgan dopamin orqali bo'lar ekan. Xo'p, yana bitta nigrostrial yo'lning vazifasi mana bu harakat qilyapmiz-ku. Harakat qilgan vaqtimda qaysi mushak ishlamayapti? Triceps. Harakatimda ishtirok etmaydigan mushakni ingibitorlanishini ham mana shu nigrostrial yo'l ta'minlaydi. Va yana bitta vazifasi tinch turibman mana. Tinch turgan vaqtimda menda qanaqadir qovoq uchishi, kiprik uchishi, mimika mushaklarimni ishlab ketishi shunaqa narsalar bo'lmayapti. Yoki o'zimni o'zim qo'limni qimillab turmaydi. Mana tinch turgan vaqtimda o'zidan o'zim mushaklarim qisqarib ketmasligini ham nigrostrial yo'l ta'minlar ekan. Tushundingmi? Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nigrostrial yo'lning vazifasi tinch turgan vaqtimizda biror bir harakat bo'lib ketmasligini ta'minlar ekan, o'zidan o'zi qanaqadir harakat bo'lib ketmasligini va men ish qilayotgan vaqtimda, misol uchun yurayotgan vaqtimda qaysidir mushaklarim ishtirok etyapti. Ana shu harakatimda ishtirok etayotgan mushaklarni qisqarishini, harakatimda ishtirok etmayotgan mushaklarni ingibitorlanishini ta'minlab beradi. Tushundingmi? Qisqarishini anaqasini. Ishlamayotgan mushaklarni ingibitorlanishi. Misol uchun mana bu harakatni qilyapman. Bisepsim qisqarishini, trisepsim ingibitorlanishini nigrostrial yo'lga borgan dopamin ta'minlab beradi. Xo'p, mana shu yergacha kim tushunmadi? Tushundik. Nechta yo'l bor ekan? 4. Mezokortikal yo'lga borgan dopaminning vazifasi. Va haligi mezolimbik yo'lga borgan dopamin. Qoniqish hissini paydo qildirish va turli xil sohalardan aktivlanishni ingibitorlab turish. Hop, tubular infundibular. Nigrostrial.
Jim turgan vaqtimizda mushaklarimiz harakatsizligini tanlayveradi. To'xta. Yaxshi. Endi men bitta narsani aytishim kerak. Qarang. Mana shu yerda bitta muhim narsa bor. Mezokortikal soha bor-ku. Mezokortikal sohaga borgan dopamin, mana shu mezokortikal sohada juda ham ko'p D1 retseptori bor. Mezolimbik sohaga borgan dopaminda juda ham ko'p mezolimbik sohada tabiiy xudo tomonidan berilgan ekan, D2 retseptorlar bor ekan. D1 retseptor qanaqa retseptor? GIGQ, GS o'tganmisizlar ikkinchi kursda? Qanaqa edi? GS edi, eslanglar bo'lsa. GS ya'ni nima edi? Stimullovchi edi. D2 GI ga kiradi, ya'ni ingibirlovchi neyrotransmitter. Bu yerga dopamin borsa, nima bo'lar ekan? Stimullovchi impuls yuzaga kelar ekanda, men diqqatimni qarata olar ekanman, xafa bo'lar ekanman. Agar bu yerga dopamin kam kelsa, men diqqatimni qarata olmas ekanman. Xafa bo'lar ekanman. Ko'p borsa, xursand bo'laman, diqqatimni qarataman. Oz borsa, xafa bo'laman, diqqatimni qarata olmayman. Tushundingmi? Hissiyot ham bo'lmaydi. Mana bu yerdagi dopamin, qarang. Mana shu yerdagi hujayrani chizaman. Mana bu yerdagi bitta hujayrani chizdim. Unda qanaqa reseptor bor ekan? D2 bor ekan. Bu yerga dopamin kelsa, mana bu hujayrani vazifasi o'zidan gamma ajratish. Nima edi gamma? Gamma aminokislota. Gamma aminokislota. Bu qanaqa neyrotransmitter? Tinchlantiruvchi. Tormozlovchi. Nimaga tormozlaydi desak, bu biror bir hujayraga o'tirsa, mana buni ligand darvozada endi buniki. Ligandga kelib o'tirsa, bu yerdan xlor kirishini stimullab tashlaydi. Bu kanalni ochadi va xlor kiradi. Xlor minus ionli bo'lganligi uchun giperpolarizatsiyaga tushirib, hujayrani ingibirlab qo'yadi. Ya'ni tormozlaydi. Relaksiya. Agar bu yerga dopamin ko'p kelsa nima bo'ladi? Aktivlanadi. Yo'q, ingibirlanadi. Ingibirlanganligi uchun gamma chiqishi kamayib ketadi. Gamma chiqishi kamayib ketsa, tormozlanish kamayib ketadi va qo'z oluvchilik oshib ketib qoladi. Tushundingmi? Bo'ldi. Mana shu yergacha tushunganimizlar endi eng qiyin joyi shu yerda. Shizofreniyaga chalingan odamlarda nima bo'ladi? Shizofreniyaga chalingan odamlarda mezolimbik yo'lga borgan dopamin miqdori ko'payib ketib qoladi. Mezokortikal yo'lga borgan dopamin miqdori ozayib ketib qoladi. Yoki boshqa sabablari ham bor. Nechadir yoshga yetgan vaqtda mezolimbik sohadagi dopamin 2 retseptorlari ko'p ekspressiya bo'lib ketib qoladi. Mezokortikal yo'lga borgan dopamin miqdori o'lib ketib, kamayib ketib qoladi. Ikkala qoida ham bir xil tushaveradi. Yo dopamin ko'p, kam, yo retseptor ko'p, kam. Tushundingmi? Endi qaranglar. Mezokortikal yo'lga boradigan dopamin miqdori kamayib ketsa, bemorda negativ simptomlar yuzaga keladi. Nima edi negativ simptomlar? Ya'ni gallyutsinatsiyalar. Pozitiv edi. Ya'ni odamlarga qo'shilib hissiyot yo'qolib ketishi, hissiyotga javob berardi-yu. Tushundingmi? Mezolimbik yo'lga borgan dopamin miqdori ko'payib ketsa, haligi D2 kuchli stimullanadi, GABA kam ishlab chiqariladi. GABA kam ishlab chiqarilsa, tormozlanish pasayib ketganligi tufayli haligi insonlarda har xil joylardagi aktiv o'choqlar ingibirlanmay qoladi. Natijada ular tovush eshitadi, nimadirni ko'radi, qanaqadir hissiyot ularda paydo bo'laveradi. Pozitiv simptom. Demak, mezolimbik yo'lda dopamin ko'payib ketsa, ularda nima bo'lar ekan? O'shanda gamma pasayib ketdi. Gamma kamayib ketib, pozitiv simptomlar kuzatiladi. To'g'ri, hozir D2 ko'payib ketsa, gamma pasayadi. D1 ko'paysa, gamma ko'paydimi? D1da gammaga ahamiyati yo'q. Xo'p, tushundingizmi mexanizmini? Xo'p, mana bu tubular nigrostrial bo'ladi, norma bo'laveradi. Endi sizlarga savol, mexanizmini tushungan bo'lsalaring, davosi qanaqa ekan bu kasallikda? Biz nima qilsak davolaymiz? Dopamin. Gamutga borku dona, gamutga hali pasaytirib qo'yishimiz kerak. O'shanda xlor kanalidagi o'zi gamma pasayib ketadi. O'shanda negativ o'tadimi? Qaysi retseptorni bloklashimiz kerak, qaysi retseptorni stimulash kerak? GI bloklash kerak. GS stimul qilishimiz kerak. GI bloklash. Ya'ni D2 ni D2 pasaytirishimiz kerak. D1 stimulashimiz kerak. Bo'ldi mana shu dorilarni berib qo'ysak bo'ldi. D1 ni stimullaydigan, D2 ni ingibirlaydigan dorini bersak bo'ldi. Lekin afsuski, qaranglar. Mana bu D2 deylik, mana buni D1 deylik. Hozir men bitta dorini bersam, ikkalasi aka-uka-yu, o'xshash. Hasan ikkalasiga ham ta'sir ko'rsatadi-da, buni stimullab, buni ham stimullashi yoki buni ingibirlab, buni ham ingibirlab qo'yish mumkin-da. Agar biz ikkalasini stimullaydigan dori berib qo'ysak, nima bo'ladi? Yana kuchayib ketishi mumkin. Haligi gallyutsinatsiyalar kuchayib ketib qolishi mumkin. Ikkalasini ingibirlaydigan dori bersak, negativ simptomlar kuchayib ketib qolishi mumkin. Shunda bizga ajoyib yechim kelib chiqadi. Nima qilamiz?
dopamin 2 ni faqatgina dopamin 2 ni bloklaydigan dorilar bor bizda. Misol, u dorilarni tipik antipsixotiklar deymiz. Tipik. Bular nima qiladi? Dopamin 2 ni bloklaydi. Demak, tipik antipsixotiklarni qachon ishlatamiz? Ana D2 ko'payib ketganda-da. Ya'ni pozitiv simptomlar ko'payib ketsa, biz oldimizga gallyutsinatsiyalar bilan shikoyat qilib kelsa, biz nima qilar ekanmiz? Tipik antipsixotik dorini berar ekanmiz. Bu tipik antipsixotik dori mononi stimullayaptimi? Buni nima qilyapti? Buni ingibilayapti, lekin mana buni ham ozgina darajada ingibilashtirib, unaqa ta'siri yo'q. Asosiysi mana bundan ta'sir ko'rsatadi. Buni ingibilayapti, to'g'rimi? Endi hozir dopamin 1ni endi biz stimullashimiz kerak. Buni stimullaydigan dorini bersak, mana buni ham ozgina stimullab qo'yib, pozitiv simptomlarni ko'paytirib olishi mumkin. Shuning uchun olimlar qanaqa xulosaga kelgan ekan? Mana bu dopamin 1ni ishiga xalaqit berayotgan men tuzilmani yo'qotib qo'ysam-chi degan variant kelgan ekan. Bu degani nima degani? Men kitob o'qib o'tiribman, kimdir menga xalaqit beryapti. Instagram, TikTok ko'rib ovozini borga qo'yib, o'qishimga xalaqit beryapti. Men yaxshi o'qishim uchun haligi odamni telefonni o'chirib qo'yishim kerak yoki chiqarib tashlashim kerak. Dopamin ham ishlashga harakat qilyapti. Bunga xalaqit berayotgan tuzilma serotonin. Serotonin. Mana shu serotonin unga doimiy xalaqit beraveradi. Agar biz serotoninni bloklab qo'ysak nima bo'ladi? D1 yaxshiroq ishlaydi va negativ simptomlar yo'qoladi. D1 stimullanganligi hisobiga. Tushundikmi? Demak, D1ni stimullaydi, aniga qaranglar. Bilvosita ayyorona yo'ldan foydalanyapmiz-da. Agar ikkalasi mononi stimullaydigan dori bersak, buni ham stimullab qo'yadi. Undan ko'ra mana bu D1da xalaqit berayotgan tuzilmani olib tashlayapmiz, bu yaxshi ishlayapti. Bu dorilarni atipik dorilar deyiladi. Tushundikmi? Demak, bizda agar bemorimizda gallyutsinatsiyalar kuzatilsa, tipik antipsixotik dorilarni qo'llayotganmiz, negativ simptomlar kuzatilsa, atipik antipsixotiklarni qo'llayotganmiz. Atipiklar ham ozgina miqdorda dopamin 2 ni bloklash xususiyatiga ega. Ozgina miqdorda, unaqa kuchli emas. Tushundikmi mana shungacha? Endi mana bu yerda xuddi shu narsani yozib qo'yganman. Nigrostrial yo'l ularda norma bo'ladi. Qanaqa yo'l edi bu? Mushaklangan. Mezolimbik yo'l ularda dopamin ko'payib ketganligi uchun aktiv holatda bo'ladi. Mezokortikal yo'l dopamin kamayib ketganligi uchun negativ past bo'ladi. Tubuloinfundibular yo'l normada bo'ladi. Endi qaranglar. Eng kulminatsiyasiga keldik. Tipik antipsixotik dorilarga mana shu dorilar kiradi. Atipik antipsixotik dorilarga mana bu dorilar kiradi. Endi qaranglar, tipik antipsixotiklar qachon ishlatamiz? Pozitiv. Atipikni negativ simptomlar uchun ishlatamiz. Endi men sizlarga mana shu dorilar kirar ekan deb nomini o'qib bersam, uyga borib yotarkinglar desam, katta ehtimol 70% odam yodlamaydi. 30% odam harakat qiladi, yodlaydi va u yodlashi katta ehtimol esidan chiqib ketib qoladi. Bir oy turar, 2 oy turar, esidan chiqib ketib qoladi. Endi mana shu darsning o'zida men qanaqa yodlagan bo'lsam, sizlarga ana shunaqa tushuntirib yozib beraman. Biz buni hozir qanaqa yodlaymiz odatda? Flufenazin, galoperidol deb takrorlash orqali yodlaymiz. Bunaqa takrorlash miyamizga umuman yoqmaydi, to'g'risi. Bizni dangasa qilib qo'yadi, o'qishda xohlatmay qo'yadi va bunaqa usulda biz yodlaydigan bo'lsak, esimizdan bir pasda chiqib qoladi. Miyamizga qanaqa usul yoqadi? Miyamizga tasavvur orqali o'rganish yoqadi. Biror bir narsani tasavvur qilsak, unga emotsiya bersak, ana shunaqa xotiralar zo'r esida qoladi. Demak, biz qanaqa bir narsani eslab qolarkanmiz? Biror bir narsani yodlamoqchi bo'lsam, misol uchun men bitta yangi narsani yodlamoqchi bo'lsam, nima qilaman? Miyamda hozirgacha 25 ga kirgan bo'lsam, 25 yoshga kirgunimcha menda qanaqadir ma'lumotlar bor. Hayotim davomida nimadirlarni o'rganib kelganman, aniq esimda bor bo'lgan ma'lumotlar bor. Ana shu eski miyamda bor bo'lgan ma'lumotlarga mana bu yangi ma'lumotni emotsiya bilan bog'lab qo'yaman, bo'ldi. Konsepsiya shunaqa. Misol uchun, hali hech kim bilmaydigan so'zni endi bu so'zni eshitgansizlar deb katta ehtimol ikkita so'z misolida tushuntirib beraman, eshitmaganlarga ham foydali bo'ladi. Ispancha so'z misolida tushuntirib beraman. Mujer degan so'z bor, ispancha so'z. Ayolda. Mujer degan so'z bor va hombre degan so'z bor. Eshitmaganlarga foydali bo'ladi. Ana shu konsepsiya bir xil. Prosta konsepsiyani tushuntirmoqchiman. Mujer so'zini men qanaqa yodlayman agar? Mujer ayol deb takrorlayman. Hombre erkak deb takrorlasam, birpas esimdan chiqib ketaveradi, miyamga kirishi bu qiyin bo'ladi. Nima qilaman men buni o'rniga? Mujer so'zini miyamda bor bitta eski xotiradagi so'z bilan bitta bog'lab qo'yaman. Prosta emotsiya bilan bog'lab qo'yaman. Endi men o'zim misolimda tushuntiraman, keyin uyda o'zlaringiz xohlagancha qilaverasizlar. Mujer so'zida misol uchun mening esimga muhr kelyapti. Nima muhr? Pecha.
Tasavvur qilaman, endi pechat so'ziga mana bu muhir ayol tarjimasini bog'lab qo'yaman. Ayol kishi o'tiribdi va qalin qog'ozlar, shu qalin qog'ozlar to'plamidan bitta qog'ozni olib turib, pechat qo'yib bu yoqqa o'tkazyapti. Qog'ozni olib turib, pechat qo'yib bu yoqqa o'tkazyapti. Tasavvurimda ana shu narsa, og'zimda muhir ayol. Ketdimi? Ombre desa erkak degani, meni esimga keladi, ombir so'zi esimga keladi. Ombir. Bitta katta ombirda zabardast, baquvvat erkak kishi ushlab olganda, qisib, televizorda qisishga harakat qilib, doskani qisishga harakat qilib, sindirishga harakat qilyapti. Tasavvurimda ana shu narsa, og'zimda ombre. Bo'ldimi? Ketdimi? Bo'ldi. Mana shu narsani endi mana bu dorilarimizga tatbiqlamiz. Sizlar konsepsiyani tushunmagan bo'lsangiz bo'ldi. Endi dorilarni bunaqa usulda yodlaydigan bo'lsak, emotsiyamiz yetmay qoladi, haligi tasavvurimiz yetmay qoladi va chalkashib ketishlik ehtimoli oshib ketib qoladi. Dorilarga qanaqa usul yaxshi? Har bitta lokatsiyaga joylab qo'yish. Misol uchun, asma dorisi bo'ladigan bo'lsa, siz bitta lokatsiyaga qo'yib qo'yganligingiz uchun asma dorilarni ana shu lokatsiyadan qidirasiz. Nima degani? Misol uchun, oshxonamizga men asma dorilarni bog'lab qo'yganman deylik. Agar men davlenani tushiradigan dorilarni eslamoqchi bo'lsam, mehmonxonamizda eslayman. Shunaqa. Xuddi shunaqa mana bu keyingi darsimizda o'tamiz antidepressan dorilarni. Antidepressan dorilarni haligi talabalarga bog'lab tushuntirib berdim. Dacha misolida, haligi dam oladigan joy misolida tushuntirib berganman. Bugungi mana bu antipsixotik dorilarimizni ham qaysi bitta lokatsiyaga birlashtirib chiqamiz. Ana shunda qachondir sizlar agar antipsixotik dorini ishlatmoqchi bo'lsalaring, mana shu lokatsiyamizni bitta eslab olsalaring bo'ldi, eslaringga kelaveradi. Zo'r eslab qolasizlar, xudo xolsa. Ketdi. Birinchisi tipik antipsixotik dorilar. Uni kuchli va kuchi past turi bor ekan. Endi mana shu yerdan san so'rab olasizlarga, kim mana shu gruppada qiynaladi tibbiyotni o'rganishga, xotirasi pastroq haligi so'zlarni eslab qolishi yo Hammamiz. Bo'ldi, bo'lmasa hammalaringiz eslangda qoladi. Va oxirida men sizlarga yodlaganlaringni tekshirib beraman. Xudo xolsa yodlab olasizlar. Ketdi. Birinchisi tipik antipsixotik dorilarni men molxonamizga bog'laganman. Molxona nimaligini hamma biladi. Nimaga molxonaga bog'laganman? Chunki haligi qarindoshimiz molxonada o'zini osib qo'ygan ekanda, afsuski. Shuning uchun molxonani ko'rsam antipsixotik dorilarning tipik vakili esimga kelaveradi. Endi tasavvur qilinglar, hamma tasavvur qilsin. Molxonamizda bitta baquvvat, kuchli gollandskiy, semirib ketgan kuchli molimiz turibdi va uchta kichkina, nozik o'lib qoladigan juda ham nozik molimiz turibdi. Tasavvur qilinglar ana shuni. Kim tasavvur qildi? Qildi-ya. Endi haligi zabardast, baquvvat gollandskiy molimga men mana bu 3 ta dorini bog'layman. Kuchi past bo'lgan, nozik o'lib qolayotgan molimga mana bu 2 ta dorini bog'layman. Ketdi. Birinchisi kuchi yuqori, zabardast bo'lgan doriga flufenazin degan dorini bog'lashim kerak. Flufenazin degan so'zni men miyamdagi bitta xotiramda bor so'z bilan bog'lab qo'yishim kerak. Flu degan nima degani? Inglizchasida. Terapiyadan. Grip degani, ya. Fen degani nima degani? Soch qurtargan. Tasavvur qilinglar, haligi zabardast bo'lgan molimiz, baquvvat molimiz grip bo'lib qoldi. Bu desa ovozi bo'g'ilib chiqyapti, burnidan shilimshiqlar oqib, bitta tuyog'ida fenni shovab turib, sochini qurtayotgan holatni tasavvur qilinglar. Va ana shuni tasavvur qilib turib, ichimizda takrorlaymiz. Flufenazin. Takrorlash eng muhimi. Ichida tasavvur u yoq bo'lsin, haligi molimiz burni oqib, bu deganda ovozi bo'g'ilyapti va fenda sochini vuzuzib qurtayotganini tasavvur qilamiz va flufenazin takrorlaymiz. Ketdimi? Galoperidol desa kimdir galaktikani eslab qolishi mumkin. Xo'sh, endi men qana eslab qo'yganman. Bir 3-4 ta darsimizda men o'zim sizlarga yodlatib qo'yaman dorilarni, u yog'iga o'zlaringiz yodlab ketasizlar. Galoperidol desa mening o'zim esimga chaloq degan so'z esimga kelyapti. Haligi molimizni oldida paqir turibdi, paqir turadi. Paqirga bitta bo'sh tuyog'ini tiqib, chaloq qilayotgan holatda tasavvur qilaman-da, og'zimda takrorlayman. Galoperidol tasavvurimda haligi so'z. Chaloq. Galoperidol. Ketdimi? Endi trifluoperazin degan dori. Trifluoperazin. Grip bo'lsa qaysi dorini ichamiz? Teraflu ichamiz. Tasavvur qilinglar, haligi mollaringga grip bo'lib qolgan zabardast mollaring burni oqib, og'zi bo'g'ilib turadi, chaloq qilib turgan vaqtda fenda qurtayotdi. Sizlar teraflu bersalaring, birpasda yaxshi bo'lib ketdi-da, ovozlari ham ochilib ketib, opera aytiladi. Haligi mod opera aytadigan tasavvur qiladi. Teraflu operazin. Ketdimi? Endi tasavvurimizda ana shu va xayolimizda teraflu operazin. Demak, menga sizlarga savol bersam, hop, menga sanab beringlar. Tipik antipsixotik dorilarning kuchi yuqorimi desam, endi sizlar molxonadagi kuchli mollaringni eslaysizlar-da. Bo'ldi. Uyda 1-2 marta mashq qilsalaring eslangda qoladi. Bunaqa takrorlashdan ko'ra mana shu usul zo'r.
Endi kuchi past bo'lgan dorimizni bog'laymiz. Kuchi past bo'lgan dorimizni hali 3 ta nozik molimiz bor edi-yu, chuvak, bo'lib qolay deyotgan. Ana shu molimizga bog'laymiz. Birinchisi tiaridazin. Tiaridazin desa, meni esimga kelyapti shaxsan, triada degan so'z esimga kelyapti. Nima degani triada? 3ta. Molimiz ne ishlaydi? 3 ishlaydi. Molimiz 3 taligini tasavvur qilamanda, tiaridazin deb. 100% o'xshash shart emas. Men shuncha yil shu usul orqali o'rganib kelyapman tibbiyotda. 50% o'xshasa ham esimizda qolaveradi. Faqat tasavvurda bir necha marta takrorlab qo'ysak bo'ldi. Tiaridazin. Ketdimi bu ham? Endi xlorpromazin degan so'zni bog'lashim kerak ekan. Bizda shunaqa gapirish bor. Endi men ko'p shevada gapiraman. Bizda shunaqa gapiriladi, sizlarda ham bo'lsa kerak. Haligi nompon, patirmaqi, stop-stol deb haligi gapirish. Haligi bitta, haligi 3 ta ozg'in molim turadi, qo'shnimiz chiqyapti-da, "Voy, mana mollaring buncha ozg'in, o'lib qolmasin." Xlor berib, maspart surtvarchi terisiga balkim yaxshi bo'lib ketib qolar, deb meni tanqid qilyapsiz. Balkim semirib ketib qolar deyapti. Xlor berib, mas surtvarchi balkim yaxshi bo'lib ketib qolar. Xlor, mas. Ketdimi? Xlorpromazin. Tasavvurimizda aniq qo'shnimiz meni tanqid qilayotgan holatni tasavvur qilamanda, xlorpromazin deb takrorlayman. Bo'ldimi? Ketdi. Endi atipik antipsixotik dorilar. Atipik antipsixotik dorilarda nojo'ya ta'siri oz bo'lganligi uchun, hozirda yaxshi sevib ishlatilayotganligi uchun men zamonaviyroq biror bir narsani tasavvur qilganman. Kompyuterxona misolida. Shaxsan o'zim PlayStation kompyuter o'ynashga juda ham qiziqqanligim uchun shunga bog'lab qo'yganman. Kontrol o'ynashni kim hamma bilsa kerak-a? Yo'q. Kontrolda yuradiganlar bo'lsa, hozir mnemonikamni osongina tushunib oladi. Ketdi. Atip qizlarga ham tushunarli bo'ladi menimcha. Atipik antipsixotik dorilarni endi men eslamoqchi bo'lsam, kontrxonani eslayman. Birinchisi klozapin degan dorini qanaqa bog'layman? Tasavvur qilinglar, doim men kontr o'ynab yurardim. 2-3 haftadan buyon kontr o'ynamayapman. Nimadir ishim chiqib qoldi yo pulim yo'qlab qolyapti, nimadir muammo bo'lib qoldi. Va men 2-3 haftadan buyon kontr o'ynamaganligim uchun kontrxonaga borgim hissi kelaveryapti. Qichib ketyapti, kontrga borgim kelyapti. Va oxiri bir sharoitini qilib turib kontrxonaga bordim. O'rtoqlarimiz bilan yig'ilib bordikmi? Kontrxonaga borsam, eshigiga close deb yozib qo'yibdi. Nima degani? Clozapin, close. Va mana oxiri qaranglar, ping, donlar bo'lganligi uchun ularni bog'lash shart emas. Haligi har xil jeyni bog'laysizlar-da. Close degan so'zni. Men xursand bo'lib endi mazaq o'ynayman, 4 soat, 5 soat o'ynayman deb borsam, close degan so'z turgan ekan. Jahlim chiqdi, men xafa bo'ldimmi? Ana shu holatni tasavvur qilamanda, clozapin. Bo'ldimi? Endi men jin emasman, u shat yopiq bo'lsa ketaveradi ekan. Nima qildim men? Olanzapin degan dorini bog'lashim kerak. Ya'ni eshikka qarab turib, olaysan, eshik sekin ochib ketyapti nimaga? Endi qancha kulgili bo'lsa, uyatsiz bo'lsa, qo'rqinchli bo'lsa, esda yaxshi qoladi-da. Endi sizlar tasavvur qilasizlar. Close bor eshikka bunday olayotlaring, eshik shulib qaytib ochilib ketdi sizlardan qo'rqqan holatda. Ana shu holatni tasavvur qilasizlar-da, olanzapin deb takrorlaysizlar og'izlaringizga. Takrorlang. Bo'ldimi? Tasavvurda ana shu bo'ldi. Endi keyingi dorimiz kvetiapin. Apinlar oxiri bir xil bo'lganligi uchun men kveti degan so'zni bog'lab qo'ysam bo'ldi. Kvetiapin desa endi men shaxsan o'zimga kelyapti. Bir boshqalarga boshqacha tushishi mumkin. Sveta degan so'z esimga kelyapti. Chunki 50% dan ko'proq o'xshashi yo'q. Kontrxonaga borsam close ekan, olaysam ochildi, ichkariga kirsam sveta yo'q ekan kontrxonani. Sveta o'chiq ekanmi? Jahlim chiqib ketyapti men qovog'imni sog'ilib bir balo qilib eshikni ochsam, sveta yo'q ekan. Sveta o'chiqligini qorong'u xonaga kirganimda tasavvur qilamanda, kvetiapin deb takrorlayman. Takrorladingmi? Endi ziprasidon degan dorini yozishim kerak. Ziprasidon degan dorini yozishim kerak. Endi hamma o'zini yaxshi ko'radigan kompyuter bor, hamma o'zi zo'r o'ynaydigan, ko'tarib terish oson bo'lgan kompyuter bor. Meni o'zimning kompyuterim bor ekan. U kompyuterim stoli, kompyuterimning hoshiyasida hoshiyasi bor ekan. Zebra hoshiyasi bor ekan. Hech qaysiga o'tirma, zebrasi bor meniki deb turib ham o'rtoqlarimga aytayotganimni tasavvur qilamanda, mana bu dorini aytaman. Zebrasi boriga hech qaysiga o'tirma, bittaga ham o'tirma. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ana shuni. Haligi stolda hoshiyasi zebrali, uzuq chiziq bor-ku, oq qora. Ana shu holatni tasavvur qilib, ziprasidon deymiz. Bo'ldimi? Endi o'tirganlaringdan keyin respiridon degan dorini bog'lashim kerak. O'yin boshlash uchun nima qilish kerak? Respiridon. Hamma o'rtoqlaring respir. Endi qizlar tushunmayotgan bo'lishi mumkin.
Haligi o'yinni yangitdan boshlash uchun res berish kerak-da. Restart. Res deb hamma o'rtoqlaring baqirayotgan holatida so'qib, respiridon deysizlar. Tushundingmi? Endi oxirida o'rtoqlaring resni ham berdi, kontrolni boshlayman desalaring, alipiprazol degan dorini qo'llashimiz kerak. Ekran bitta o'chib qoldida, ara chiqyapti va u mashinani rolni ushlab olganda pip deb g'azablaringga tegyapti. Rosa pipillatyapti. Ara pipillatyapti, rosa. Ara pipillatyapti. Bo'ldimi? Tushundingmi? Endi sizlar antipik antipsixotik dorilarni izlayman desalaring, agar men sizlarni oldilaringga doktor odamlarga qo'shilgim kelmayapti, siqilib ketyapman, kayfiyatim yo'q, kecha dadam o'lib qolsalar ham men xafa bo'lmayapman desam, qaysi dorini ishlatasizlar? Tipik. Atipik. Gallyutsinatsiyalar bo'lsa tipik. Negativ bo'lsa, demak, gallyutsinatsiyalar bo'lsa, haligi qarindoshimda ham gallyutsinatsiya bo'lganda o'zini osib qo'ygani, shuning uchun molxonadagi dorilarni ishlatadi. Pozitiv simptomlar bo'lsa, molxonadagi dorini ishlatasizlar. Negativ simptomlar bo'lsa, kompyuterxonada. Hop, esda qoldimi? Endi qaranglar. Menga bahonalar o'tmaydi. Bugungi talabalarimga 2 ham qo'ydim, 5 ham qo'ydim. Bu darajada yodlatib qo'yganimdan keyin sizlar uyga borib ozgina mashq qilib yodlab qo'yishlaring kerak xolos. Tekshiramiz, hamma jim turadi. So'ragan odam ham aytadi. Tushundingmi? Haligi go deb aytilishi yo'q. Siz kivityapin tipikmi, atipikmi? Kivityapin. bitta savol beradi. Bag'dagi nima atipik? Atipik. Qaranglar, bizga nimaga kerak bu? Biz hozircha to'g'ri, men darsda qaysi dorilar kirishini so'rayman, lekin Yusuf Ali imtihonda bunaqa tushadi-da. Bemor oldingizga keldi, qanaqadir tovushlar eshityapti, nimadirlarni ko'ryapti deb keldida, qaysi dorini berasan? Variantlarning ichidan tanla deydi. Unda qanaqa dorini beramiz? Tipikni beramiz-a. Ichiga allaqancha atipik dorilarni qilib qo'ysa, bitta molxonadagi dorini qo'shib qo'yadi. Men molxonadagini top, kompyuterxonadagini top degan savol qo'yadi. Shuning uchun hozir shuni so'rayapman. Uyga borganda ichlaringdan chiqara oladigan bo'lib takrorlaysizlar. Kivityapin atipikga kiradi. Sizga flufenazin tipikga kiradi. Sizga respiridon atipikga kiradi. Sizga xlorpromazin Tipikga kiradi. Olanzapin atipikga kiradi. Galoperidol tipik, kuchli tipikmi? kuchli tipik yaxshi. Aripiprazol aripiprazol. Tioridazin hop, sizga trifluopirazin Pozitiv. Tipikga kiradi. Klozapin Mangami? Bag'dagisi atipikga kiradi. Ziprasidon atipik. tushunarli. Hamma yodladim, sizlar ham yodlaring. Endi xato yo'q, ozgina aytgan dorimiz shu xolos. Agar shu dorini takrorlash orqali yodlasalaring nima bo'lardi? Qiynalardilaring va eslaringdan ketib qolardi. Shunaqa. Xudo xolasa farmakologiya o'rganishimiz davomida uylaringni ko'rsalaring dori ko'radigan bo'lib qolasiz. Uyga borib molxonani qaranglar-da endi. Tipik antipsixotik dorilar. Shizofreniya bo'lib Hop, ketdi. Endi bu dorilar shu mana. Tipiklarda pozitiv simptomlar yuzaga kelsa, atipiklarda negativ simptomlar yuzaga kelsa beraveramiz. Endi bu dorilarda albatta nojo'ya ta'siri bo'ladi. Endi bu markaziy nerv sistemamizga ta'sir qilayotganligi uchun aniq nojo'ya ta'sirlari bo'ladi. Qanaqa nojo'ya ta'sirlari borligini tushunib olish uchun mana bu narsani hozir tushungan bo'lsalaring bo'ldi. Unaqa narsa emas. Xo'p, mana bu yo'lda patologiya bor va mana bu. Ya'ni mezokortikal va mezolimik yo'lda muammo bor. Endi tubular infundibular, mana qaranglar. Men dopamin blokatorni berdim. Aytaylik, pozitiv simptomlar bilan meni oldimga keldi. Mana bu atipik dorilarning nojo'ya ta'siri kam, tipik dorilarning nojo'ya ta'siri ko'p. Men shu molxonadagi dorini bersam, nima qiladi u? Mana bu mezolimbik yo'lga borgan dopaminni ingiberlaydimi? Endi bu yerda ingiberlamasligi mumkin, chunki bu yerda dopamin 1 retseptorlari bor. Lekin boshqa joyda ham dopamin 2 retseptorlar bor-da. Tubular infundibular yo'lda ham dopamin 2 retseptor. Nigrostrial yo'lda ham dopamin 2 retseptor. Tubular infundibular yo'lda ingiberlab qo'ysa endi haligi tanlab ta'sir ko'rsatmaydi-yu. Hamma joyga bir xil ta'sir ko'rsatadi men bergan dori. Bunda prolaktin ajralishi ko'payib ketadi. Prolaktin to'g'ri. Prolaktin ajralishi ko'payib ketadi. Prolaktinemiya. Nima bo'ladi prolaktin ko'payib ketsa? Sut ajratish ko'payib ketadi. Agar shizofreniyaga chalingan pozitiv simptomli ayolga siz molxonadagi dorilarni beradigan bo'lsangiz,
u farzandli bo'lmasa ham, emizish periodida bo'lmasa ham sut ajralishi yuzaga keladi. Yana bundan tashqari prolaktin gonadotropin releasing gormonda ingiberlaydi. Gonadotropin releasing gormon ingiberlansa, follikullarni stimullovchi, lyuteollovchi gormonlar yaxshi faoliyat ko'rsatmaydi, ishlamaydi, ular chiqishi kamayadi va follikullar stimullanmaganligi uchun estrogen kamayib ketadi. Estrogen kamaysa, Erkak kishi bo'shab qoladi. yo'q, estrogen kamaysa, erkak kishi o'xshab qolmaydi. Testosteron ko'paysa erkak kishi o'xshab qoladi. Estrogen kamaysa, jinsiy xohish tushib ketadi. Jinsiy xohish tushib ketadi va sut ishlab chiqarishi kelib chiqadi. Galakteriya va libidoni tushib ketishi deydi. Endi ilmiy, tibbiy tilda gapiradigan bo'lsak, galakteriya va libidoni tushib ketishi. Bu faqat ayollarda. Ayollar. Endi erkaklarda shizofreniya. Afsuski bu kasallik o'rta yoshli erkaklarda uchraydi. Afsuski shunaqa. Xo'p. Ayollar Uchrash sababi nima? Erkaklarda. Uchrash sababi qaranglar. Qanaqadir genetik omillar, misol uchun mezolimik yo'ldagi dopaminlarning genetik ko'pligi shunaqa qanaqadir hayotiy bosqichlar tufayli shu nigrostrial yo'l, mana bu mezolimik yo'lda aktivlanib ketishi sabablari ko'p. Endi aniq sababi yo'q bu, lekin shunaqa bo'lib ketib tufayli shu klinika yuzaga keladi. Olimlar statistika qilib ko'rgan ekan, kimlarda uchraydi deb, hamma shizofreniya bo'lganlarni tekshirib ko'rsa, 20 bilan 25 yoshli erkaklarda uchrar ekan. Klinika ana shu yerdan paydo bo'lar ekan, ana shu vaqtdan, afsuski shunaqa. Va yana o'rganib ko'ribdi, qishloqda yashaydiganlar, shaharda yashaydiganlar, har xil joyda yashaydiganlarni tekshirib ko'rsa, urban hududlarda, ya'ni shahar hududlarida yashaydigan u erkaklarda ko'p uchrar ekanmish. Ilyos, Bunga havoladasi bormi? hammasi to'g'ri kiyib Shahardagi odamlar qancha hayot sifati yaxshilansa, depressiyani xavfi oshaveradi-yu. Misol uchun, eng depressiya yuqori kuzatiladigan davlatlar, ana shu komfort sharoiti eng yuqori bo'lgan davlatlar. Oddiy narsaga ham depressiya Ha, shunaqa narsa. Shular tufayli bo'lib chiqadi shekil deb ozgina stimullar endi haligi foizlarga katta hissa qo'shganligi uchun shunaqa ekan, lekin kam uchraydigan kasallik bu, Xudoga shukrki, kam uchraydi. Xo'p, demak tushundik-a, to'g'ri infiniblar yo'lda ham ingiberlab qo'yganligi tufayli ayollarda galakteriya va libidoni tushishi, erkaklarda prolaktin ko'payib ketsa, sut bezi ajralmaydi-yu, sut bezi kattalashib ketib qoladi. Ginekamastiya. Ginekamastiya va libidoni tushib ketishi. Bo'ldimi? Erkaklarda ginekamastiya va libido tushib ketishi, ayollarda galakteriya va libidoni tushib ketishi. Nigrostrial yo'lda ham ingiberlab qo'yadi. Nigrostrial yo'lda endi men sizlarga tushuntirib qo'yishim kerak mana shu yerda. Qaranglar. Bizda nigrostrial yo'lda tarkibiga kiradigan tuzilmalarni bazal yadrolar deymiz-da. Bazal yadrolar. Yuzaki tushuntirib ketsam bo'laveradi, yaxshi guruhdagilaring uchun chuqurroq tushuntiryapman. Bazal yadrolar kiradi. Bazal yadrolarning tarkibini sizlar o'rgangansizlar neuroanatomiyada. Putamen, Dumay yadro, nucleus caudatus, globus pallidus internus externus, mana bu yerda lateral qorinchaning yonida caudat nucleus joylashgan. Talamusda yonida ichki kapsuladan bu yoqda globus pallidus externus bilan internus, undan keyin putamen joylashgan. Undan tashqari mana bu subtalamik yadro va substansiya nigra. Mana shular bizning bazal yadrolarimiz tarkibiga kiradi. Endi buni har narsa nima qilishini tushuntirmayman, shunchaki nima vazifa bajaradi, sodda tilda tushunib oladigan bo'lsa. Nima qilib beradi? Mana buni bunday qilamiz. Mana shu yerga aytaylik, mana bu yerdan chiqqan dopaminimiz, mana bu yerdan dopamin chiqdi-da, nigrostrial yo'l orqali keldi. Mana shu kelgan dopaminimiz, mana dopaminimiz nigrostrial yo'lga kelgandan keyin ikki xil yo'lga ta'sir ko'rsatar ekan. Ikki xil yo'lga. Birinchi yo'l direct yo'l deydi, bevosita yo'l. Bevosita. Ikkinchi yo'limiz to'g'ridan to'g'ri. Ikkinchi yo'limiz indirect yo'l, ya'ni bir vosita. Bir vosita. Direct yo'lning vazifasi nima? Direct yo'lning vazifasi biror bir harakatni boshlaymiz-ku, misol uchun men kimdir keldida, "Assalomu alaykum, men tuzukmisiz?" deb qo'limni cho'zdi. Ana shunda birdaniga men ham avtomatik qo'limni cho'zishim yoki men xohlagan ishimda birdaniga boshlashim. Misol uchun o'tiribman, birdaniga turmoqchi bo'lishimda ham xohlaganimdayoq biror bir ishni qilishim uchun mana shu dopamin bevosita yo'lga kelish kerak ekan. Mana shu yerda bazal yadro deylik. Endi bazal yadroga keladi. Bu ham bazal yadro. Mana shu mana aytgan narsalar hammasi bazal yadro deyiladi. Xo'p, agar bu yerga kelgan dopamin kamayib ketib qolsa, men biror bir harakatni boshlashim qiyin bo'lib ketib qolar ekan. Kimdir menga qo'lni cho'zsa, bitta xohishni o'zi menga yetarli bo'lmaydi. Ikkita, uchta ichimda xohlashim kerak ekan, keyin qiynalib qo'limni cho'zar ekanman. Biror bir ishni qilmoqchi bo'lsam, bitta xohishni o'zi yetarli bo'lmaydi. Danga sabab qolar ekanman. Bu holatda bradikineziya deydi. Bradikineziya.
Ya'ni Parkinson kasalligini eshitgan bo'lsalaring kerak. Parkinsonda bradikineziya bo'ladi. Nimaga desa, direct yo'ldagi dopamin kamayib ketadi. Tushundingmi? Endi bu yerda bo'ldi, shuni tushunib olsalaring bo'ldi. Endi bilvosita yo'ldagi dopaminning vazifasi nima desa, qanday retseptor yordam kerak bo'ladimi? yo'q, bilvosita yo'lda haligisi qarang. Biz harakat qilyapmiz mana. Harakatni boshlab oldik. Qo'limni cho'zyapman yoki o'rnimdan turyapman. Ana shunda qaysidir mushaklarim ishlayapti, qaysidirlarim ishlamayapti. Biceps ishlayapti, triceps ishlamayapti. Bicepsni ishlashi uchun bevosita yo'l ishtirok etsa, ishlamayotgan mushaklarda ingi birlashishi uchun bilvosita yo'l ishtirok etadi. Tushundikmi? Va men tinch turgan vaqtimda, mana tinch turibman, har qanaqa patologik harakat bo'lib ketmayapti menda. Qovog'im chiqib ketmayapti, tilim chiqib ketmayapti, qanaqadir ovoz chiqib ketmayapti, shunaqa. Agar bilvosita yo'lda muammo bo'ladigan bo'lsa, jim turgan vaqtimda qanaqadir patologik harakatlar kuzatiladi. Qo'lim uchib ketib qoladi, qovog'im uchib ketib qoladi. Ko'rgan bo'lsalaring kerak, ko'zini tez yumadigan odamlar bor. Parkinson qo'li qaltiraydi. Chunki Parkinson kasalligida mana oyog'i qaltiraydi, qo'lida bunaqa harakatlar bo'ladi, bilvosita yo'l ingi birlanganligi tufayli. Hozir gaplashamiz. Tushundingmi xullas? Shunda so'rashmasa ham so'rashadimi? Ha? Yo'q, unaqa ixtiyoriy harakat bo'lmaydi-da. Beixtiyor. Ko'rmaganmisizlar? Kino seni urib yuboradi. Siz urib yuborishni. Mana rasmni ko'rsatib bering. Rasmni ko'rsatib Seni, bering. meni, buni. Mana rasm. Nima bo'lyapti bunda? Mimika. Mimik mushaklar aktivlashib ketyapti. Mana juda ham og'ir holat. Nima bo'lyapti? Bo'yni qisqarib, mushakga qattiq qisqarib qo'ygan. Indirect way, umuman ingi birlanib qo'ygan. Ishlamayapti indirect yo'l, ya'ni bilvosita yo'l ishlamayapti. Mushak kuchli qisqarib qo'ygan. Qachon bu bo'lyapti? Qachon bu bo'lyapti? Biz bergan molxonadagi dorilar nigrostrial yo'lda ham ingi birlab qo'yapti. Nigrostrial yo'lda ingi birlab qo'ysa, indirect yo'l ham amalga oshmayapti-da. Bemor tinch turgan vaqtda qanaqadir patologik harakat va yoki u og'ir holatlarda qanaqadir spazmlarga sabab bo'lishi mumkin ekan. Tushundingmi? Bu nojo'ya ta'siri. Bundan tashqari yana nojo'ya ta'sir bor. Endi uni miyalaringdan sug'urtirib beraman. Qanaqa nojo'ya ta'siri bor bo'lsa, bu biz berayotgan molxonadagi dorilar nima qilishi mumkin ekan? Parasimpatik innervatsiyani buzishi mumkin ekan. Ya'ni M retseptorlarini bloklashi mumkin ekan. Halina blokator effekti bor ekan. Alfa 1 retseptorni bloklashi mumkin ekan va H1 gistamin retseptorini bloklashi mumkin ekan. Endi sizlarga savol. M1, M2, M3, ya'ni parasimpatik innervatsiyani buzib qo'ysa, bemorda qanaqa klinika yuzaga keladi? Simpatik oshib ketadi. Ya'ni nima bo'ladi? Qo'zg'aluvchanlik kuchayib ketadi. Sidib Taxikardiya, siydik siyolmay qoladi. Siyishimiz uchun qovuq qisqarish uchun parasimpatik nerv emas, M3 aktivlashishi kerak, siyolmay qoladi. Ichak peristatikasi uchun parasimpatik kerak. Endi ichi qotib qolar ekan-a? Demak, peristatika bo'lmaydi. Peristatika bo'lmay qoladi. So'rak bezlarimiz uchun parasimpatik. So'rak ajralma. Teri quruqlashib ketadi. Agar ajratolmayotganlar bo'lsa, simpatik nerv sistemasi bizni it quvlagan vaqtda, ekstremal holatga tushganimizda aktivlashadi. Qo'rquvchi. Parasimpatik nerv sistemasi bizni tinch turgan holatimizda aktivlashadi. Tinch turgan vaqtimizda men hojatga bora olaman. Hojat siyish, axlat ajratish hissi bemalol paydo bo'laveradi, shunaqa narsa. Tushundikmi? Demak, bu dorilarning nojo'ya ta'siri nima bo'lishi mumkin ekan? Og'iz qurishi, ich qotishi, qabziyat, siydik tutilishi bo'lishi mumkin ekan. Va taxikardiya, yurak urib ketishi, tutilib yurak tez urib ketish holati bo'lishi mumkin ekan. Bundan tashqari yana bo'lishi mumkin ko'rishda xiralashishi. Nimaga ko'rishda xiralashish bo'lishi mumkin? Qorash kengayadi. Qorash kengaysa ham joy ko'rishga hali xalaqit bermaydi. Akkomodatsiya uchun. Ha, akkomodatsiya uchun. M3. Gavharda qisqarishi uchun M3 kerakmidi? M3 bloklanib qolsa, gavhar qalinlashib qoladi. Va nur, yaqindagi nurlar kuchli singganligi uchun bemor yaqindan ko'radigan bo'lib qoladi, xira bo'lib qoladi. Tushundingmi? Demak, ko'rish xiralashishi, ich qotishi, siydik tutilishi, taxikardiya, og'iz qurishi mexanizmi tushunarli. Hech qanaqa olib qochma gaplar yo'q. Alfa 1 retseptorni ham bloklab qo'yayotgan. Alfa 1 retseptorimizda asosiy bizga beradigan klinik ahamiyati to'g'ri qon tomirlarimizda ham bo'ladi, lekin bizga asosiy ahamiyati nima? Biron. Haligi. Yo'q, mana uxlab yotibman. Birdaniga o'rnimdan turgan vaqtimda menda ozgina simpatik nerv sistemasi aktivlashadi-da, oyog'imdagi vena qon tomirlarini qisib, qonimni yuragimga otib beradi va yuragimdan qon miyamga boradi. Ya'ni men birdaniga o'rnimdan turgan vaqtimda qon pastga tushgan vaqtda meni alfa 1 retseptorlarim qon tomirida toraytirib, miyamga qonni yetkazib berganligi tufayli menda bosh aylanish kuzatilmaydi. Agar bularda alfa 1 ni bloklab qo'ysa,
doktor o'tirganimda yoki turganimdan keyin ko'zimda oldi qorong'ilashib ketyapti degan shikoyat bilan kelishi mumkin. Kim tushunmadi? Bu ana kishilarda bo'lmasini hisobga bo'ladimi? Ha, xon bormasdi. Xon. Endi shunda hozir tipik dorilarning ta'sirida bo'lyapti-da. Ha, molxonadagi atipiklar nojo'ya ta'siri kam. Terapiya yo'lida. Terapiya uchun molxonadagi. Endi H1 bloklab qo'ysa, biz uyquchan bo'lib qolamiz. Mana Dimitrol ana Dimitrol beramiz-ku, Dimitrol ham H1 bloklaydi. Endi ular uyquchan bo'lib qoladi. Ko'proq uxlaydigan bo'lib qoladi. Shu uyquchan, tursa boshi aylanish, ichki qatish hozirgi aytgan M1 bloklovchi effektlar bo'laveradi. Tushundingmi? Bo'ldi, sizlar deyarli hamma narsani tushundilaring. Ta'sir mexanizmi. Ta'sir mexanizmi tipik dorilar kuchli D2 ni bloklar ekan, pozitiv simptomlarni yo'q qilishni ishlatar ekanmiz. Nojo'ya ta'sirlari desa, mana bu patologik harakatlar kuzatilyapti-yu. Ana shu holatda biz ekstrapiramidal simptom deymiz-da. Ekstrapiramidal simptom desa, endi sizlar ana shuni tushunasizlar. Patologik harakatlarni bo'lishi. Ekstrapiramidal simptomlar kuzatilar ekan va giperprolaktinemiya klinik belgilari bo'lar ekan. Nima endi giperprolaktinemiya? Atipik antipsixotik dorilar asosan xalaqit berayotgan 5 gidroksitriptamin nima edi u? Serotonin. Serotoninni bloklar ekan va dopaminga ozgina miqdorda ta'sir ko'rsatadi xolos. Bo'ldi. Shu. Endi qachon ishlatamiz bu kasallikni? Faqat shizofreniyada emas-da, boshqa holatlarda ham ishlatamiz. Ana shuni bilib olishimiz kerak. Molxonamizga qo'yadigan obrazlarimizdan yana bittasi haliga qo'ymaymiz, shunchaki mana shu paytlarda ham ishlatarkanmiz deb eslab qolsalaring bo'ldi. Shizofreniyada ishlatamiz va shizoaffektiv holatda ishlatamiz. Shizoaffektiv buzilish. Shizoaffektiv buzilish ham shizofreniya bilan bir xil deb tushunaveringlar. Mana agar bemorda o'sha gallyutsinatsiyalar yoki odamovi bo'lib qolish boshlanganiga hali 6 oy bo'lmagan bo'lsa, sizlar qog'ozga shizoaffektiv buzilish deb diagnoz qo'yasizlar. Shikoyat qilib kelsa, qachon boshlandi, nima bo'ldi, u bu desalaring, shu kecha boshlandi, 1 oy bo'ldi, 2 oy bo'ldi deb qarindoshlar yoki o'zi aytadigan bo'lsa, sizlar shizoaffektiv buzilish deb diagnoz qo'yarkansizlar. 6 oydan cho'zilib ketsa, shizofreniya deb diagnoz qo'yarkansizlar. Bundan tashqari, bipolyar buzilishda maniakal fazasida ham ishlatamiz. Nima degani u desa, bizda bipolyar buzilish bor. Nima degani bipolyar buzilish? Misol uchun, mana meni kayfiyatimda mana shunaqa bitta chiziq sifatida tasavvur qiladigan bo'lsa, meni kayfiyatim deylik. Mana bu meni kayfiyatimning boshi. Agar kayfiyatim mana shu o'rtada tursa, men o'zimni yaxshi his qilaman. Hozir meni kayfiyatim o'rtada turibdi deylik. Agar kayfiyatim chiziqni boshiga kelib qolsa, men nima bo'laman? Depressiyaga tushaman. Kayfiyatim tushib ketadi, mana yerga o'tirib ko'zimni oqizib yig'lab o'tiraman. Agar mana bu yerga kayfiyatim kelib qolsa, men juda ham xursand bo'lib ketaman. O'zimga ishonchim ortib ketadi, vaqti o'zimni xursand his qilaman. Endi bipolyar kasallikda nima bo'ladi? Bipolyar degani ikki qutbli degani-ku. Bularda yo monokutbda bo'ladi yoki bu qutbda bo'ladi. Bu qutbda ham biz o'ylagancha qutbda bo'lmaydi. Ancha bu yoqda bo'ladi va bu qutbda ham ancha bu yoqda bo'ladi. Tushundingmi? Depressiyaga tushsa, o'ta qattiq depressiyaga tushadi, xursand bo'lsa, o'ta qattiq xursand bo'ladi. Va ana shu holat qayta takrorlanaveradigan kasallikka biz bipolyar kasallik deymiz. Klinika qanaqa bo'ladi? Agar men bipolyar kasallikka chalinsam, menda nima bo'ladi? Bir kun kelgan vaqtimda o'zimga ishonchim juda ham ortib ketgan bo'ladi. Men o'zimni dunyodagi eng zo'r odam sifatida tasavvur qilaman-da, hamma narsa meni qo'limdan keladi. Bunaqa insonlar ishonch yuqoriligidan uyqusi ham kelmaydi. Kechasi ham qanaqadir rejalar tuzadi, hamma narsani o'ylayveradi, shunaqa holat bo'ladi. Haliga o'qishga kirgan vaqtlaringda nimadir xursand bo'lganlaringda uyqu kelmaydi-yu. Ana shu holatdan ancha bo'rttirilgan versiya. Nima bo'ladi desa, misol uchun o'zim ko'rganman, ikkita o'sha 18 kunlik psixiatriya sikliga borganimizda ikkita bemorni ko'rganmiz. Birinchisi 22 yoshli erkak kishi edi. U shu maniakal holatda, ya'ni juda ham xursand bo'lgan holatda nima qilgan ekan? O'ziga ishonch ortib ketganidan hammadan kredit olib tashlagan, haliga bankdan kredit olib tashlab, o'rtoqlaridan qarz olib tashlab, yegan bizneslarga pul tikib tashlagan ekan. Chunki o'ziga ishonchi yuqori, oilasini shunaqa bankrot qilgan ekan. Bitta yozuvchi, shoir akamiz bor ekan. U uxlamasdan kechalari bilan kitob yozib, 2 kunda bitta kitob yozib tayyorlagan. Doim kitob yozib, haliga she'r yozib, kitob yozib tashlagan ekan. Tushundingizmi? Buni nimasi yomon desalaring, miyamiz bunaqa juda ham aktiv holatda uzoq vaqt turishi oxiri charchatib, qanaqadir psixotik holatlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shu nerv faoliyatida kognitiv buzilishlar buzilib ketib qolishi mumkin. Demak, haliga xafa bo'lgan holatda bermaymiz. Xursand bo'lgan paytda miyasini qo'zg'aluvchanligini pasaytirish maqsadida biz berar ekanmiz buni. Tushundingmi? Bundan tashqari, o'sha psixotik holatlarda, misol uchun, kimdir yaqin qarindoshi bo'lmay qoldi. Keyingi darsimizda gaplashamiz. Depressiyaga tushish ham hammada har xil bo'ladi. Kimdir o'ta qattiq depressiyaga tushadi.
yo o'ta uyquchan bo'lib ketadi, yo umuman uxlay olmaydi, tushlarida haligi qarindoshini ko'rib chiqadi, hayot sifati buzilib ketadi. Ana shu paytlarda ham biz shu dorilarni ishlasak bo'lar ekan. Sal bemorning ahvolini yaxshilash uchun. Bundan tashqari Toretto sindromi bor, buni o'tgan bo'lsalarim kerak. O'sha bazal yadrolarida tug'ma genetik defekti tufayli insonlarda patologik harakatlar kuzatiladi. Mimika mushaklari ishlab ketadi, so'kinaveradi deb yozgansizlar kitoblaringizda. Shunaqa. Ana shunda ishlatiladi. Bundan tashqari ko'ngil aynishda ham ishlatilishi mumkin. Ko'ngil aynishda sizlar ishlatasizlar. Metaklopramid, serikal degan ko'rdikmi eshitgan? Serikal ham tipik antipsixotik dorilar tarkibiga kiradi, lekin u antipsixotik dori sifatida umuman ishlatilmaydi, chunki unaqa effekti yo'q. Faqatgina qusish markazimizdagi dopamin 2 reseptorda bloklanganligi tufayli qusishda ishlatiladi. Tushundikmi? Nojo'ya ta'siri ham bor shuni? Serikal. Nojo'ya ta'siri shu xolina retseptorlarida bloklashi, alfa 1da bloklashi, mana ular bilan bir xil nojo'ya ta'siri. Shunaqa. Ko'ngil aynishda ishlatiladi. Qachon ishlatamiz desalaring, ko'ngil aynishda ham har safar ishlata olmaymiz. Qachon bizga ko'ngil aynish, bizda ongsizlarcha serikaldan berilaveradi-da. Ko'ngil aynishda qusish sababli mexanizmi bor. Balki buni ham o'tamiz. Mana bu yerda bosh aylansa nima mexanizm asosida ko'ngil aynishi, misol uchun qanchalikka chiqqanda, uzoq vaqt mashinada yurganda ko'ngil aynishining sababi boshqa. Oshqozon ichak traktidagi infeksiya tufayli ko'ngil aynishining sababi boshqa. Va yana bitta sababi bor, ximiyoterapiya olayotgan vaqtda. Ximiyoterapiya oladi-yu, haligi kimyoviy terapiya. Ana shu dorilarni olayotgan vaqtda ham dopamin 2 retseptorlar kuchli aktivlashib, bundan tashqari neyrotonin, serotoninlar ham aktivlashib qusishga sabab bo'ladi. Ana shunda biz dopamin blokator, neyrotonin blokator, serotonin blokatorlarni bersak qusish qoladi. Nimaga biz serikal bersak qusish qoladi degan savol tug'ilyapti sizlarda. Chunki ximiyoterapiya olmayotgan uni bemorchilaring mana bu Markaz bitta. Markazda ham hamma retseptor bor ekan-da. Hamma retseptor bor ekan. Dopamin 2 ham bor ekan. Shuning uchun uni ham bloklaganligi tufayli qushni qoldirib beraveradi. Agar sizlar aniq tochkasini bilib turib, agar u bemor mashinada uzoq yurganligi uchun ko'ngli aynayotgan bo'lganda edi, siz H1 da bloklaydigan va M1 da bloklaydigan dori berganingizda edi, skopolamin, ana shu dorilarni berganingizda bemor tezroq, effektivroq samara oladi. Shunaqa xullas, nima ham ekan? Qushda ham ishlatilgan. U dorilarga qaysilar kirar ekan, sizlar aytasizlar. Metaklopramid va proxlorperazin. Haligi xlorprolda prosini bu yoqqa o'tkazib qo'ygan versiyasi. Proxlorperazin. Tushundingmi? Endi nojo'ya ta'sirlari. Buni gaplashdik. Ekstrapiramidal simptomlarda gaplashdik. Ya'ni nima edi? Bazal gangliyalarda funksiyasi buzish natijasida. Shunda termin bilan ifodalab qo'yilgan narsalar bor. Misol uchun o'tkir distoniyaga sabab bo'lishi mumkin deb qo'ygan kitoblaringda nima degani desa, o'tkir distoniya holatlari mana bu holat. Kuchli qisqarib qolish bor-ku. Mana shu distoniya holati deyiladi. Bundan tashqari mana o'tkir distoniyalarga misol bo'ladi. Shu bazal ekstrapiramidal simptomlardan qismi mimika mushaklarining ishlab ketishi, bo'yin spazmlari, shunaqa narsalarga ixtiyorsiz harakatli bo'lishini hammasi ekstrapiramidal simptomga kiradi. O'tkir distoniya esa mushakning kuchli qisqarib, tonusini buzilib qolishi tushuniladi. Bundan tashqari akateziya degan holatga sabab bo'ladi. Nima degan akateziya desa, hop, antipsixotik dorilarni olayotgan insonlarda shunaqa klinika kuzatilishi mumkinki, ular tinch turgan vaqtda nafas qisib behalovat bo'lib ketadi. Agar men akateziya bo'lsam, menda nima bo'ladi? Hamma narsani kasal misolda tushuntirib bersa yaxshi-ku. Men jim o'tirgan, o'tira olmayman. Misol uchun stolga o'tirdimmi, yuragim siqilib, nafas yetishmagandek bo'ladi, doimiy men harakat qilishga majbur bo'lib qolaman. Tinch tura olmayman. Doktor, menga gapirayotgan vaqtda ham tez gapiradi, yurishga tushib qoladi haligi bemor. Tinch tura olmaydi. Nima degani ekan akateziya? Motor xavotir, harakat qilishga bo'lgan majburiy xohish va tinch o'tira olmaslik holatini akateziya deymiz. Akateziya bo'lganda nima qilamiz? Biz berayotgan dorilarni dozasini kamaytiramiz va propranolol degan dori beriladi. Uni aytdim. Shunaqa. Endi biz bilishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa bor. Qaranglar, biz bu ma'lumotni bilishimiz bizni qamalib ketishimizdan saqlab qoladi. Nima? Misol uchun har qanday dorining nojo'ya ta'siri bor va ayrim nojo'ya ta'siri ayrim insonlarda o'limga sabab bo'lishi mumkin. Birinchi o'limga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holat neyroliptik malignant sindrom hisoblanadi. Hammada bo'lmaydi. Kimlardadir dorini bersangiz, neyroliptik malignant sindromi yuzaga kelib qolishi mumkin ekan. Bu simptom yuzaga kelib qolishi mumkin bo'lganligi uchun siz bergandan keyin dorini kuzatib turishingiz kerak ekan. Bemor 1 kun 2 kun holatda nazoratingiz ostida turishi kerak ekan. Chunki shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun antipsixotik dorilar aynan psixiatrik больницаlarda ishlatiladi. Nima bu? Hamma Farhod Monnopovni tanisa kerak-a? Kim edi? Blogerda. Bloger ham
xuddi shunga o'xshash bir xil mexanizmda kechuvchi kasallikdan vafot etib ketib qolgan. Endi haligi biz berayotgan antipsixotik dorilar bor-ku, ana shu dorilar va faqat Mannopovga berilgan haligi narkoz, ingalyatsion narkoz ikkalasi bir xil mexanizm asosida kasallikka sabab bo'ladi. Antipsixotik dorilar neyroleptik malignant sindromga sabab bo'lsa, haligi faqat Mannopovdagi malignant gipertermik sindrom deydi unda. Ikkalasini mexanizmi bir xil. Nima bo'ladi? Kuchayib ketgan. Yo'q, hozir shuni beraman. Unda nima bo'ladi? Biz bergan antipsixotik dorilar yoki narkotik dorilar insondagi rionadin retseptorlarini juda ham kuchli aktivlab tashlaydi. Nima degani rionadin retseptor? Tanish so'zmi yo eshitmaganmi? Eshitganmisiz? O'tgansizlar. Men 2-kurslarga o'tdim-da uni. Rionadin degan retseptor mana. Mushagimizga impuls kelsa, rionadin retseptori sarkoplazmatik tor, ya'ni endoplazmatik tordagi kalsiyni sitoplazmaga chiqarib beradi. Sitoplazmada kalsiy ko'payadi. Troponin S degan qismga o'tirib demak, endi sizlarga savol. Rionadin retseptori o'ta kuchli, 100 barobar, 200 barobar kuchli aktivlashib ketsa nima bo'ladi? Ko'proq harakat qilaveradi. Falajlanmaydi. Kalsiy ko'p harakat ketganidan ko'p harakat emas, bitta harakat qiladi. Juda harakat. Uni qo'yar bo'lmaydi. Giperaktiv ketadi. Mana men maksimal qisqanim mana shu. Bo'ldi, bundan ortiq qisa olmayman. Lekin bundan 100 barobar, 200 barobar qisishni tasavvur qilib ko'ringlar-da. Mushak shunaqangi qattiq qisqaradiki, yollab ketib qoladi. Bu mushakda yollab ketish holatini rabdomiyoliz deydi. Mushak yollab ketib qolsa, uning ichidagi miyoglobin bor. Miyoglobin qongacha ketib qoladi. Qonda miyoglobin juda ham xavfli hisoblanadi. Birinchi o'rinda buyrakka boradi-da, buyrakni ishdan chiqaradi va haligi insonni birpasda dializga tushirib qo'yadi. Lekin undan oldin berilgan klinikasi bor. Bu yerda kalsiy juda ham kuchli troponin S-ga birikib oldi. Troponin S-dan kalsiyni olib beradigan tuzilmani o'tirmaydi. Mushakni bo'shash uchun nima kerak edi? ATF kerak edi, eslanglarmi? ATF kerak edi. Organizmimiz mushakni bunaqa kuchli qisqarishdan himoyalash maqsadida ATF sintezi jarayonini kuchaytiradi. ATF sintezi elektron transport zanjiri orqali hosil bo'ladi. Elektron transport zanjirida elektron u yerdan bu yerga o'tib turib, oxiri ATF hosil bo'lardi. Bitta vodorodlar yig'ilib turib o'tgan vaqtda. Eslanglar bo'lsa kerak. Xullas, ATF jarayonida energiyani 50% ATF hosil bo'lishi uchun 50% issiqlik energiyasi uchun sarflanadi. Mana bu insonda shunaqangi mitoxondriya, mana bu mushagida shunaqangi mitoxondriyalar ko'p ATF sarflashga harakat qilyapti, chunki mushak kuchli qisqarib ketyapti. Natijada juda ham kuchli issiqlik hosil bo'lyapti. Mushagimiz qisqarsa, bizda issiqlik hosil bo'ladi-da. Misol uchun, sovqotgan vaqtimizda qaltiraymiz, nimaga? Chunki organizm o'zini isitishga harakat qiladi. Mushaklarda tez-tez qimirlatsa, tez-tez issiqlik chiqib, temperaturamiz normallashadi. Yoki jismoniy mehnat qilsak, sal qiziymiz. Endi shu sal qiziganlaringdan juda ham kuchli 100-200 barobar qisqarish bo'lsa, qizishni tasavvur qilinglar endi. Gipertermiya ketadi. Bemorda juda ham kuchli temperatura 44-43 gradusgacha chiqib ketadi. Endi u juda yuqori temperaturada inson uchun. Natijada nima bo'ladi? Natijada bemorda qaranglar. Klinika neyroleptik malignant sindromida rionadin retseptorlari kuchli aktivlashganligi tufayli kalsiy ko'payib ketib, mushak rigidligi, mushak kuchli qisqarib qoladi va ular yorilib ketganligi tufayli miyoglobinlar qonga chiqib ketib qoladi. Mushakni bo'shashish maqsadida ATF hosil qilinadi. ATF energiya issiqligi uchun ham aralashadi. ATF hosil bo'lish jarayonida issiqlik ham hosil bo'lganligi tufayli gipertermiya organizmda temperaturasi oshib ketsa, organizm o'zini sovutish maqsadida nima qiladi? Terlaydi. Terlashni diaforez deydi. Eshitganingizdan kerak. Diaforez esa terlash deb tushuninglar. Endi va bunaqa yuqori temperaturada neyronlarimiz bunaqa yuqori temperaturaga chiday olmaydi. Natijada hamma neyronlarimizda qaytmas o'zgarishlar yuzaga keladi. Biza simpatik va parasimpatikda muvozanatda ushlab turadigan sohamiz talamus hisoblanadi. Talamusdagi neyronlar o'lsa, yo simpatik kuchayib ketib, yo parasimpatik kuchayib ketib, yuragimiz soni tushib ketib, ko'payib ketib, shunaqa holat bo'lib, oxiri bemor vafot etadi. Tushundilarmi? Demak, biz narkoz berdik yoki antipsixotik dori berdik. Bemorda agar tanasini ushlab ko'rsak, sal qizish boshlangan bo'lsa, biz mana shu holatda shikoyat qilishimiz kerak ekan. Tushundingmi? Mexanizmini tushundilaring. Endi davosi nima ekan buni? Nima to'xtatishga? Dorini to'xtatsangiz, baribir bor dori effektini ko'rsatib o'tirib qo'yish mumkin-da. Kamroq. Dorini to'xtatish to'g'ri, yechim. Birinchi o'rinda dorini berishni to'xtatamiz. Narkoz olamiz. Markazni ham tinchlantirish kerak.
Miya markazini. Bemor Aytyapsizki hozir. sovuqroq joyga bosishga Mexanizm muammoga sabab bo'layotgan narsa nima? Reanadizmmi? Mana. Reanadiz sabab bo'lyapti. simptom aytdi-da. Yo'q, sizlar simptomlar, markaziy simptomlar deyapsizlar. Asosiy patogenezini qilamizda, keyin u yoqni qilaveramiz. Demak, markaz nima deydi? Reanadin. Reanadinni biz bloklab qo'ysak, bo'ldi. Bemorimiz katta ehtimol endi o'lishi ehtimoli yuqori, lekin reanadinni bloklab qo'ysak, kalsiy bu yerdan chiqmaydi, kalsiy bu yerdan chiqmasa, mushak qisqarmaydi. Mushak qisqarmasa, ATF kamroq hosil bo'ladi, ATF kamroq hosil bo'lsa, issiqlik kamroq hosil bo'ladi. Va albatta, Anada kalsiy ko'payib ketsa-chi. Bajaradi, kalsiy ko'payib ketsa-chi. Bu saqlab qo'yadi. endi jarayon to'xtatib beradi, u yog'iga hosil bo'lgan kalsiylarimizni chiqarib tashlaydi, sarkani ichiga boshqatdan kiritib beradi yoki hujayralardan chiqarib tashlaydi. Shunaqa haligi ATF kirgizish yo'lini ham bilgansizlar-ku, mushak qisqarishida. Xo'p, endi birinchi o'rinda dorini to'xtatamiz, to'g'ri. Ikkinchi o'rinda endi bromokriptinni buni hozir tushunishdan emas, reanadin retseptor blokatorini berishimiz kerak. U dori dantralin. Dantralin eslab qo'yinglar, dantralin. Mnemoniga qilib eslab olasizlar. Dantralin degan dorini berar ekanmiz, u dori reanadin retseptorini bloklab berar ekan. Muskul dendritdan saqlab qo'yadi. Dendritdan saqlab qoladi. Shunaqa. Eslab qolaverasizlar, qaranglar. Bemorlaringda shunaqa holat bo'lyaptimi? Tez aptekaga chiqib turib yoki shu shifoxonaning o'zidan dantralinni olib turib qilib qo'ysalaring bo'ldi. Chunki kimda bo'lishini hech kim bilmaydi-da. Sizlar qamalishdan, qanaqadir moliyaviy zarardan himoyalanib qolasizlar. Agar bemorga dantralin qilmasalaring, haligi bo'ladi. O'sha anesteziolog qamaldimi oxiri? Shunaqa qamalib ketasizlar. Shunday va vijdon azobida bir-bir qiynalamiz. Shunaqa holat bo'lib qolsa, biz dantralinni risk qilishimiz kerak ekan. O'lsa ham o'zimizga narsa bo'lmaydi. O'lsa endi biz qildik o'sha sababini. Dantralin bo'lsa bo'ldi-da. Agar o'lib qolsa ham bizga hech narsa qilmaydi, chunki biz to'g'ri usulda dorini berganmiz va nojo'ya ta'siriga to'g'ri yondashganmiz. Vijdon azobi yo'qoladi. Vijdon azobi ham yo'qoladi va qonuniy azobdan ham qutulib qolamiz. Bundan tashqari haligi dantralinni berib qarab o'tirmaymizda, qo'limizdan kelgancha mushakni bo'shatishga harakat qilamiz, miya relaksantlar beramiz. Diazepamni mushaklarga inyeksiya qilib yoki intravenoz beramiz, mushaklar bo'shaydi. Natijada sal spazm kamayadi. Neyronni urishigacha bormaydi-da. Shunaqa. Endi histamin blokatorini bloklab qo'ysa uyquchanlik, alfa 1 ni bloklab qo'ysa ortostatik gipotenziya. Nima edi ortostatik gipotenziya? Boshlanish. Parasimpatik nerv sistemasini bloklab qo'ysa, og'iz qurishi, qabziyat, peshob, taxikardiya, ko'rishda buzilishi bo'laveradi. Xo'p, endi yana bizni qamalishimizdan himoya qilib qoladigan bilim bor, yana bitta. Atipik antipsixotik dorilardan ziprasidon degan dori bor. Mana klozapin degan dori bor. Eshikga qo'sha. Birinchi dorimiz. Klozapin degan dori nojo'ya ta'siri bor ekan. Bu nojo'ya ta'siri nima ekan? Ayrim odamlarda tutqanoqqa sabab bo'lishi mumkin. U o'limga olib kelib qo'ymaydi-da, tutqanoq 1-2 minutda to'xtaydi. Asosiy negativ xususiyati agranulositozga sabab bo'lishi mumkin ekan. Nima degani agranulositoz? Neytrofil kamayib ketadi. Neytrofillar kamayib ketadi. Neytrofillar kamayib ketsa, immunitet tushib ketadi. Siz dorini qo'llasangiz, neytrofillar yana kamayib ketadi va oxiri inson grippdan, pnevmoniyadan o'lib qolishi mumkin. Immunitet tushib ketadi. Demak, nima qilar ekanmiz? Antipsixotik dorini berdikmi? Endi u psixiatrik больницада beramiz bu dorini. Bemorimizni har kun obxod qilgani tushamiz, ko'rgani tushamiz. Ana shunda agar bemorda gripp paydo bo'lib qolsa va u gripp pnevmoniyaga o'tib ketib qolsa, darrov neytrofillarni sanab ko'rar ekanmiz. Infeksiya vaqtida neytrofillar ko'payishi kerak, lekin afsuski bunda kamayib qoladi. Tezki dorini to'xtatamizda, tezki dorini to'xtatib, boshqa dorichiga o'tamiz. Tushundikmi? Va suyak ko'migiga ta'sir ko'rsatadigan endi soniga qarab turib, juda kamayib ketgan bo'lsa neytrofillar, granulosit, monotsit, colony stimulating factor dorilarini beramiz. Ya'ni suyak ko'migini stimulaydigan dorilarni beramiz. Agar bo'lsa. Bilmadim, eshitmaganman. Bo'lishi mumkin. Xo'p, endi bo'ldi. Mana shu sizlar o'rganishingiz kerak bo'lgan bilimlar. Shunday videoda o'chirib ko'ring. Yo'q o'tganda.